Mana hozir Qozog'istondan kelgan 32 yoshli ukamiz Qozog'istonda bu kishiga sen oqdog' bo'lib qolgansan deb tashxis qo'yishgan. Juda ham tushkunlikka tushgan, nima qilishini bilmasdan internetdan ma'lumot qidirib, mana bizning klinikamizni demak manzilini olib Samarqandga kelganlar. Tekshirib ko'rsak, bu kishida hech qanaqangi oqdog' yo'q, to'g'rimi? Endi siz qanaqangi holatda keluvdingiz, endi ahvolingiz qanday bo'ldi? Bir ikki og'iz obunachilarimizga. Agar sizga rahmat. Yaxshi ekan bu Royal Med klinikasi. Menga juda ham o'zimga ishonch paydo bo'ldi inshaalloh. Boshqa menda oqdog' yo'q, boshqa dorilarni olib inshaalloh yaxshi bo'lib ketaman operatsiyalarda dori. Bu kishini tekshirib ko'rdik. Analizlari ham yaxshi chiqdi. Ozroq buyraklarida shamollash chiqdi. Shu shamollashda davolaydilar, bo'ldi, hammasi joyida bo'ladi.